Bu 11 ta so'zni hech qachon ayta ko'rmang. Aks holda o'zingizni o'zingiz kasal qilasiz. Bu qaysi so'zlar? Bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta bilib olasiz. Asli eronlik nemis shifokori Nusrat Pezishkian birinchilardan bo'lib, so'zlarning insonda kasallikni keltirib chiqarishini ilmiy isbotlab bergan. Inson o'zining ruhiy holatdan kelib chiqib aytadigan so'zlari o'zining salomatligiga ta'sir qiladi. Insonning fiziologik organlariga bevosita ta'sir qiluvchi so'zlar organik nutq ham deb ataladi. Qanchalik kuchli bo'lmang, o'zingizga aytilgan so'zlaringiz sog'lig'ingizga putur yetkaza oladi. Ba'zi paytlarda g'azab, jahl, nafrat bilan aytgan so'zlarimiz ichki organlarimizga buyruq, komanda berish vazifasini bajarib, ma'lum a'zolar ishini izdan chiqarar ekan. Birinchisi, barchasi meni zimmamda, muammolar meni bo'ynimda deydiganlarda osteoxondroz kasalligi rivojlanishi, barchasi jonimga tegdi deydiganlarda o'simtalar rivojlanishi, yuragimga qattiq oldim deydiganlarda yurak infarkti rivojlanishi, menga shu muammolar bosh og'rig'i bo'ldi deydiganlarda migren rivojlanishi, qonimni ichdi deydiganlarda qon kasalliklari rivojlanishi, sabr kosam to'ldi deydiganlarda gipertoniya rivojlanishi, eshitgim kelmaydi, o'chir, bilaman deydiganlarda garanglik rivojlanishi, asabimni sinama deydiganlarda depressiya rivojlanishi, hayotimda quvonch yo'q deganlarda jigar, o't qop kasalliklari, semizlik rivojlanishi, o'zini yeyish, siqilish, yomonliklarni hazm qila olmaslik, yara kasalliklari rivojlanishi, o'lgudek charchadim deganlarda urologik xastaliklar rivojlanishi isbotlangan. Doimo o'zingizni ta'riflayotgan so'zlaringizga e'tiborli bo'ling. Zero inson ongi va organizmini aytilgan so'zlar boshqaradi.